Tut. O, do'stlar, ishlashyaptimizlar. Hammaga salom kompot. Yangicha yaxshi kelibsizlar. Do'stlar, hozir 3 minut keyin sizlar bilan video olaman. Bugun ishim juda ham ko'payib ketdi. Butun kunman bugun bandman do'stlar. O'shaning uchun ish qilishim kerak butun kunman. Kim keldi? Kim keldi? Bugun men bandman. O kim keldi yana? Obbo, Grifer, nima xohlasan? Kapot, men sendan alam olishga keldim. Qanaqa alam? Hozir men ish qilishim kerak. Bor xalaq bermagin menga. Do'stlar, menga xalaq berib qoldi. Grifer, hozirlik ishimni tugataman. Obbo, yana nima kelyapti bu? Kapot, alam olishga keldim. Men ish qilishim kerak, anetda. Bilasan, bugun seni qishloqing bilan men nima qilmoqchiman? Nima portlatmoqchimisan? Nima qilmoqchisan? Lava qo'ymoqchimisan? Men o'zing qara. Nima yo-moyo, nima bu? Voy, nima Grifer, nima qilding? Kapon, endi tushundingmi? Qo'rqchiman seni qishlog'ing bilan. Endi meni shartlarimni bajarasan. Nima? Voy, Grifer, namin shunaqa qilib tashlading? Sendan kutib o'dim. Bo'ldi do'stlar, qanaqa shart bajaraman? Har doim shunaqa topshiriqlarni, shartlarni bajaraman. Baribir shu dinamitni portladi. Menga farqi yo'q endi. Portlatadimi bizlarning qishloqni? Portlatmaydimi? Lava bilan qo'yadimi? Suv bilanmi? Yo'q qo'radimi? Endi menga вообще farqi yo'q. Baribir menga farqi yo'q. Baribir portlatadi, xohlasa o'zim portlataman. Nima deyapsan, Kapon otda? Hech nima demayapman. Xohlasang portlat, bor, menga farqi yo'q. Nima deganing bu, Kapon? Yur endi men topshiriqlarni bajarasan, keyin buni portlatmayman. Bor, Grifer, ezorgin o'zan. Men ishlarimni qilishim kerak. Menga xalaq bermagan. Do'stlar, nima deyapti? Griferni portlataman. Menga vashi farqi yo'q. Bo'ldi. Сохранение mira qilib qo'ydim. Endi portlatsa ham bu qishloqni qaytarib ola olaman. Ana bo'ldi. Сохранение mira qilib qo'ydim. Endi farqi yo'q menga. Endi umuman farqi yo'q bo'lib qoldi. Baribir yo'q qo'rsam qaytaraman. Nima keldi? Endi Grifer, nima xohlayapsan? Rostdan senga farqi yo'qmi? Kapon, topshiriqlarni bajar, buni portlatgan keyin. Nima deyapsan? Men sendan videoni boshidan aytayapman. O'zi menga farqi yo'q. Xohlasang portlatasanmi? Xohlasang lava qo'yasanmi? Bizlarning qishloqga yo'q qor xohlasang, mana bu quloqni ham etib qo'ydim. Men ishimni qilishim kerak. Mana ol, ko'rding portlatganimni? Nima farqi bor? Bo'pti, men ish qilishim kerak o'zim uyimni. Mana uyim portlamadi-yu. Mana sen uyingni portlataman. Hoppa. Grifer, namancha ahmoqsan-da. Portlatsang portlataver, menga farqi yo'q. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Grifer o'zi uchib ketdi. Yana katta dinamit portlataman deydi. Portlataversin. Men сохранение mira qilib qo'ydim do'stlar. Kapot, ko'rding portlatganimni? Endi topshiriqlarni bajarasanmi? Men katta uzun dinamitni, gigantskiy dinamit portlatgan keyin. Mana o'zim bog'larni ham sindirib tashimanga farqi yo'q. Portlatsang portlatavergan. O'zim bog'larni yo'q tashonman. Mana senga alvaz kirgan bor, shaxtadan 10 ta alvaz olib kelgin menga. Nima deyapsan, Grifer? Rostdan ham shaxta bo'ylaysan. Men peskani ichiga kirib olgan, alvazning kirkani ham o'zing bilan olgin, menga umuman kerak emas. Nima deyapsan, Kapot? Portlataman-ku. Do'stlar, yomon ezorda shu Grifer, nima xohlayapsan? Yana Kapot, rostdan ham topshiriqlarni bajar, bo'lmasa portlat bo'laman. Tahdid qurmagin menga. Grifer, xohlasang o'zim ham portlat bera olaman buni. Menga xalaq bermagin, ishlashga o'zim ishlashim kerak do'stlar. Bo'pti, men ishlashim kerak. Kapot. Nimalar xohlayapsan yana? Portlatmoqchimisan? Portlat yoki zajgalkani menga ber, o'zim portlataman. Mana qo'limda zajgalka turibdi, hozir portlataveraman. Nima qilyapsan bizmi buni? Nima portlatmayapsan? Nima qilishim kerak? Turavermaydi, xalaq beryapti menga ishlashimga. Zajgalka turibdi rostdan. Biz urmanga hozir portlataman deyapman. Yomon tahdid qilyapsan-da, lekin hozir mashina buzib tashlayman, keyin yo'q bo'ladi. Qanchalik nima qilyapsan? Men bor, men yutaman. Oppa. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Grifer yo'q bo'lib qoldi. Birga bir oddiy ursa, конечно, menga yutqizadi endi. Grifer yo'q, paytda endi ish qilib olishim kerak. Men notebookimga borib Xo'p do'stlar, nima portlatmoqchiman shuni qani ko'rgilchi, o'zi qancha uzun qilgan ekan buni. Do'stlar, men uni
Oxirini ko'rmayapman. Qani, voy do'stlar, уже judayam ko'p yurib qo'ydim. Mayli, oxirigacha boramiz, chunki oxirini ko'rmayapman buni. Judayam uzun dinamit ekan bu. Judayam gigantskiy. Griffer bunaqa qiladi deb o'ylamadim, lekin bunaqa qobiliyati yo'q deb o'yladim. Do'stlar, notebookim sim ketmadi. Nima? Lava? Obbo, yana Griffer keldimi? Mana kapot ko'rdingmi? Qo'shnilaring o'yini lava bilan quyardim. Nima deysan endi bunga? Voy, nima demoqchiman, hech nima demayman. Menga farqi yo'q. Stop. Bilaman siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Griffer rostdan ketgan bizlarning qishloqdan hech nima qo'lingdan kelmaydi, san hech nima qo'lingdan kelmayapti. To'g'ri, katta gigantskiy qildingmi? Lavalarni olib kelgan. Nima qilasan kapot? Qara, g'arat quyosan san, ko'proq, zo'rroqdan qurish kerak. Mamni qaragin. Men uyga quymabsan, nimaga quymabsan? Bo'ldi, ana quyib qo'ydim men uyga. Bo'ldi, Griffer shunaqa Griffer qilish kerak, tushundingmi? Bunaqa oddiy sodda emas. Nima qilasan? Men o'ta Griffer emasman. Tezroq portlatgan men dinamit yoki zajgalkani o'zimga ber. O'zim tezroq portlatay, keyin sen bizlarning qishloqdan ketasan. Tushundingmi, Griffer? Rostdan ham o'zim portlataman hozir agar topshiriqlarni bajarmasang. Portlatishni to'xtab tur. Mana bo'ldi. Pianino olib keldim. Xo'p, mana yoqqa qo'yamiz. Mana yoqqa stulni qo'yamiz. Bo'ldi. Tun. Kapot, nima qilsan? Ashula o'ynayapman, sen portlatganingda ashula o'ynab turaman, zo'r bo'ladi, Griffer. Tun. Endi nima qilasan? Kapot, o'sha asabga tegasan sen. Yaxshi-da, Griffer, yaxshi. Bo'ldi, xossa olib beraman, jon bersan 2 qo'shib kerakchi. 49 bo'ladi. Nima deyapsan? Osmon rangi qanaqa bo'lmasam? Osmon rangi hosoqat tur. Osmon rangi 59 bo'lmasam. Sigir nima ichadi? Lava ichadi balkim, to'g'rimi? Yo'q, bo'lsang yetaversan kapot, hozir portlataman. To'xta. Nima, topshiriqlarni bajarmoqchimisan? Yo'q, to'xtab tur, hozir popkorn olib kelib, popkorn olib ko'ramiz buni. Nima deyapsan? Hozir portlasang, bab ulgurmaysan qochib ketishga. To'g'rimi, Griffer? Sanam o'lasan. Bo'ldi, portlatsang portlataver, menga farqi yo'q. Yoki ber tezroq. Hozir 3 gacha nima keyin portlataman. 1, 2, 3. Nima portlatmayapsan? Bo'ldi, olib kelgan zajgalkani menga portlatishni ham bilmaskansan, qoch. Bo'ldi, Griffer. Kapot, unaqami? Kapot, yo'q. Bo'ldi, mana shunaqa qilish kerak edi boshidan. Yo'q, kapot. Voy do'stlar, men yer olib tashlaymiz. Voy do'stlar, hamma salom, yana men keldim. Ko'rdinglarmi? Portlatvordim, o'zimni qo'llarim bilan portlatvordim men buni. Lekin menga portlashish bu juda ham uzun dinamitni menga yoqdi. Nimaga bunaqa xursand gapiryapman? Men bilmadim, men lava meni uyim bo'lsa kerak. Mana shu uyimda turuvdi lava. Agar ko'rgan bo'lsanglar, nimaga xursand bo'lib gapiryapman? Babi sahraniyni meri qilib qo'yganman. Babi qishlog'imni hozir qaytarib olaman. Griffer qani bo'tdi. Lekin to'g'risini aytsam, menga yoqdi bunaqa portlash. Mana buni qaranglar, lavalar bo'lib yotibdi, suvlar bo'lib yotibdi. Griffer qani hozir tepaga chiqib ko'rsaman sizlarga hamma yoni. Qaranglar, bitta narsa ham qolgani yo'q bizning qishloqda. Griffer yotibdimi? Hoppa, Griffer hozir gaplashaman u bilan, lavaga tushib ketmasam bo'ldi. Grifferda sovlarim bor. Xo'p, Griffer yaxshi yotibsanmi? Nima bo'pti? Kapot, nima qilib qo'yding, deb portlatasan? Yaxshi-da. Bo'ldi, endi seni qishlog'ingga umuman kelmayman. Yo'q, bo'lsang aytayman, zo'rding deb portlatasan uni. Bo'ldi, kelmasang yaxshi-da. Hammaga yaxshi kelmasin. Bo'pti, Griffer qilolmadim bizning qishloqni.
Voy do'stlar, ko'rdinglarmi, Grisha nima qotdi yotibdi, o'zi dinamit qilib, men portlatvordim, o'zi portlata olmadi. Ey do'stlar, zo'r bo'ldi, lekin menga yoqdi, сохранение meni qo'ygani yoqdi. Hozir sizlarga hajmini ko'rsataman. Mana do'stlar, juda ham uzun quribdi, lekin men uni quradi deb o'ylagandim. Вообще gigantskiy uzun dinamit quribdi. Mana buni qaranglar, hajmini ko'rsatyapman sizlarga, juda ham katta bo'lib yotibdi. Mana bu yerda suvli, lavalar. Ey do'stlar, mana buni qaranglar kattaligini. Bo'pti do'stlar. Agar xohlasanglar yana portlatishimni ko'p like, obuna yig'ib beringlar menga, keyin o'zim ham shunaqa dinamit qurib, o'zim portlatib beraman. Bo'pti do'stlar, like bosish, obuna bo'lishni, hammaga xayr, sog' bo'linglar, komment yozib qo'yinglar, video yoqdimi?